هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Duha tefsiri birinci ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Düvende diktanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygur tercümesi Duha suresi birinci ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Duha Mekke'de nazil bolgan 11 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Çaşkah vakti bilen qasamki, qarang'uliqi atrofni qoplagan chog'dagi kechi bilan qasamki, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rabbing seni tashlab etganimi yo'q, yomon ko'rib qolganimi yo'q. Sana ahiret elbette dunyodan yaxshidir. Rabbing sana ahiretde savab, hurmat ve shafaat qatorliqlarni ato qiladi. Sen memnun bo'lsan, u seni yetim bilib panoh bermadimi? Qaymoqqan bilib hidoyat qilmadimi? Seni yo'qsiz bilib kishilardan behojat qilmadimi? Yetimni xorlama, soilga qo'pollik qilma. Rabbingning sana bergan ne'matini kishilarga so'zlab bergin. Chunki ne'matni so'zlab berganlik ne'matga shukr qilganlik bo'ladi. Duha surasining nozil bo'lishining sababi to'g'risida Imom Ahmad Jundub radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom og'rib qilib, bir kun bir yoki ikki kecha namozga tura olmadi. Bir ayol kelib, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sening shaytoning seni tashlab etgan o'xshamamdi dedi. Shuning bilan Alloh payg'ambar alayhisalomga chashka vaqti bilan qasamki, qorong'uliqi atrofni qoplagan chog'dagi kechi bilan qasamki, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rabbing seni tashlab etganimi yo'q, yomon ko'rib qolganimi yo'q degan oyatlarni tushirdi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Nasa'iy, İbn Abu Hatem ve İbn Cerir qatorliqlarmi rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda Jundub mundaq degan: Jibril alayhissalom qildi. Payg'ambar alayhissalomga Qur'onning tushishi boshlanib bo'lgandan keyin Jibril alayhissalom bir qancha kun vahiy elib tushmadi. Shuning bilan mushriklar Muhammadni Rabbi tashlab etibdi deyishdi. Shuning bilan Alloh taolo ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rabbing seni tashlab etganimi yo'q, yomon ko'rib qolganimi yo'q degan oyatlarni tushirdi. Chashka vaqti bilan qasamki, ya'ni bu Alloh taoloning tong yo'rg'an vaqt va uningdagi yo'ruqlik bilan qilgan qasamidir. Qorong'uliqi atrofni qoplagan chog'dagi kechi bilan qasamki, Mujahid, Qatada, Zahhak va Ibn Zayd qatorliqlar bu oyatning ma'nosi tinjib qorong'uligi bilan atrofni qoplagan vaqtdagi kechi bilan qasamki deganlikdir dedi. Mana buni yaratquchining qudratini ko'rsatadigan ochiq dalildir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bu haqda Alloh taolo mundaq dedi: Allah subhini qorong'udan yerib chiqarg'ichidir, ya'ni tongni yo'ritquchidir. Allah kechini sizlar uchun istirohat qilib yaratdi. Sizlarning vaqt hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rabbing seni tashlab etganimi yo'q, yomon ko'rib qolganimi yo'q. Ahiretning dunyodan yaxshi ekanligi to'g'risida
sana ahiret elbette dünyadan yaxşıdır. Yani sana ahiret bu dünya qaraganda yaxşıdır. Şuna Peygamber aleyhisselam dünyani yaxşı ko'rmaydi. Peygamber aleyhisselamning shunda qiladiganligini Muhammed aleyhisselamning tarjima hali degan kitobdan ko'rib olishga bo'ladi. Alloh taolo Peygamber aleyhisselamning hayotining oxirgi mezgilida uning vaqtincha dunyoda qilib, keyin jannatga berish bilan shu chaqning o'zida u dunyoga berish ixtiyorligini berganda, Peygamber aleyhisselam bu dunyoda qilishning o'rniga Alloh taolaning dargohiga qaytishni tanlab olgan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İmam Ahmad Abdullah ibn Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Peygamber aleyhisselam bo'ri ustida yotgan edi. Bo'ra uning muborak badaniga petib iz chiqarib qo'ydi. U o'yg'ongandan keyin men uning badanini silab qo'ydim va uningga: "Ey Allohning payg'ambari, biz bu bo'rining ustiga biror narsa silib bergan bo'lsak," dedim. Payg'ambar aleyhisselam: "Men dunyoni nima qilay? Men bilan dunyoning misoli safar ustidagi bir odamning yo'l ustida daraxtning soyasida birdam o'ltirgandan keyin u yana tashlab qo'yib yo'liga ravon bo'lgan odamning misoliga o'xshaydi," dedi. Bu hadisni Imom Tirmiziy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalomning oxiratdagi nihoyat ko'p ne'matlarning kutib oladiganligi to'g'risida. Rabbing sana oxiratda savob, hurmat va shafaat qatorliqlarni ato qiladi. Sen memnun bo'lsan. Ya'ni Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomga shundaq narsalarni berdi-ki, hatto Payg'ambar alayhissalom Alloh taoloning uning ummati haqida bergan va uningga tayyorlagan marhamatlardan nihoyat rozi bo'lib ketdi. Payg'ambar alayhissalomga qiyomat kunida beriladigan ne'matlar qatorida qirg'oqlari ishchi kavak marvoyitdan Liyi esil ipardan qilingan Kavsar ismli bir ko'l bordir. İmam Avza'i Abdullah ibn Abbas radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalomga o'zidan keyingi ummatiga berilgan boyliqlar birma-bir ko'rsatilgan edi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom buningdan xursand bo'lib ketdi. Ondan Alloh taolo: "Rabbing sana oxiratda savob, hurmat va shafaat qatorliqlarni ato qiladi. Sen memnun bo'lsan," degan oyatni tushirdi. Alloh taolo oxiratda Payg'ambar alayhissalomga har birida yetarlik ayollari va xizmatchilari bo'lgan millionlab qasr ato qiladi. Bu asarni Ibn Jarir va Ibn Abu Hatimlar rivoyat qildi. Alloh taoloning Payg'ambar alayhissalomga bergan ba'zi ne'matlarining bayoni to'g'risida. Alloh taolo o'zining bandasi va payg'ambari Muhammad alayhissalomga bergan ne'matlarini bir-birlab asiltib mundaq deydi: "U seni yetim bilib panoh bermadimi?" Payg'ambar alayhissalom onasining qo'sqidagi chig'ida uning otasi Abdullah o'lib ketdi. Onasi Vahabning qizi bo'lgan Amina Payg'ambar alayhissalom 6 yoshga kirganda vafot bo'ldi. Onasidan keyin Payg'ambar alayhissalomni bovisi Abdulmutallib o'z homiyligiga oldi. 2 yildan keyin ya'ni u 8 yoshga kirganda bovisi vafot bo'lib ketib, uning tog'asi Abu Talib o'z homiyligiga va parvishiga elib, uningga yaxshi qaraydi. Payg'ambar alayhissalom 40 yoshga kirganda Alloh taolo unga payg'ambarlikni berdi. Bu muqaddas vazifani ado qilish yo'lida mushriklarning ko'plab aziyat berishiga uchraganda tog'asi garchi musulmon bo'lmagan bo'lsa-mu, uni har tarafdan qo'llab, qo'g'dab toki hijratdan sal burun vafot topganiga qadar uni himoya qilib turdi. O'zi musulmon bo'lmasa-mu, Payg'ambar alayhissalomni mushriklarning aziyatlaridan qo'g'dash
Allah'ның şundaq orlaştırğanlıqıdındır. Tağısı vafat bolup ketkendan keyin müşriklar Peygamber aleyhisselamga texmi bek aziyet berishga başlaydı. Şunun bilen Allah Teala onu Avs ve Hazraj qabilalaridan bo'lgan Ansarlarning yurti Madinaga hijrat qilg'izib elib ketdi. U Madinaga borgandan keyin ular uni o'z himoyasiga elib qo'g'daydi. Uning bilan birga g'azotlarni qiladi. Allah ulardan rozi bo'lsin. Bularning hammasi Allah Teala'nın Peygamber aleyhisselamni o'z himoyasiga olganligidan bo'lgandir. La havla ve la kuvvete illa billah. Qaymoqqan bilib hidayet qilmadimmi? Allah Teala'nın bu ayetinin ma'nosi tövendeki ayetinin ma'nosiga o'xshaydi. Shuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek, amrimiz bo'yicha sana Qur'onni vahiy qildik. Ya'ni vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini uqmayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan bandalarimizdan xohlagan kishilarni hidoyat qilamiz. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Seni yo'qsiz bilib kishilardan behojat qilmadimmi? Ya'ni sen balalaring ba namrat bir inson eding. Allah seni o'zidan boshqa hech kimga muhtoj qilmadi. Allah payg'ambariga savrchan paqirning martabasi bilan shukr qiluvchi boyning martabasini berdi. Subhanalloh. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Boylik degan mol dunyoning ko'p bo'lganligida emas, balki ko'ngilning to'q bo'lganligida. İmam Muslim Abdullah ibn Amrdan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Musulmon bo'lib ehtiyojiga tushliq rizq berilgan, hem rizqi qanoat qilish ato qilingan kishi nijot topgan kishidir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bu ne'matlarning qadriga qandoq yetish to'g'risida Allah Teala mundaq deydi: yetimni xorlama. Ya'ni sen yetim qolganingda Allah seni xor qilmay, sana homiylik ato qilganidek, sen mu yetimni xorlama, silkima, diliga azob berma. Uningga yaxshilik qilib, mehr shafqat ko'rsatgin. Qatada bu oyatning ma'nosi sen yetimga mehribon otidek bo'lg'in deganlikdir dedi. Sailga qo'pollik qilma. Ya'ni sen iymon va Qur'on deganlarning nima ekanligini bilmaydigan chaqda Allah sana iymon bilan Qur'onni ato qilganidek, senden o'zi bilmagan narsani bilib olish uchun senden so'rg'ichiga qo'pollik qilma. Dushkallama. Ibn Ishaq bu oyatning ma'nosi sen Allohning bandalariga zo'migar, akavur, eg'izi bezab va muomalada qo'pol bo'lib azor berma deganlikdir dedi. Qatada bu oyatning ma'nosi miskin bichorani yumshoqlik va chiroyliqcha qaytirg'in deganlikdir dedi. Rabbingning sana bergan ne'matini kishilarga so'zlab bergin. Chunki ne'matni so'zlab berganlik ne'matga shukr qilganlik bo'ladi. Ya'ni sen namrat bola chaqiliq chig'ingda Allohning seni boy qilganligidan iborat ne'matlarini so'zlagin. İmam Abu Davud Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimiki ne'mat berilib sinalgan bo'lsa, u ne'matni so'zlasa shukr qilgan bo'ladi. So'zlamay ichida yo'shirsa, u ne'matdan tangan bo'ladi. Bu hadisni İmam Abu Davud rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Alhamdulillah. Allah Teala'ga şükürler olsun. Şunun bilen Sure Duhaning tafsiri tugidi. Kelar qitimda Sure İnşirah
tafsiri 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.